Dilnozxon o'rgilib ketdi. Men sizni chaqirganim qudam bilmasin. Ko'nglim shunaqa g'ash, Fotihani qaytarsammi deb shunaqa eldi gap so'zidan qo'rqib o'tirman. Negadir yomon xotin shekilli. Ko'nglim juda ham bo'lmayapti. Yo'q, gumonda bo'lmang opajon, hali hammasi yaxshiligi. O'zi keyin ham juda ham yaxshi ayollar. Mana shu okamdan keyin ozgina mana shunaqa xarakterli bo'lib qoldilar. Xudo xolisa o'sha yerdan o'g'lonni qizg'ansam. Yo'q, ikkala yoshlarni endi yaxshilikka qilamiz xudo xolisa opajon. Xavotir olmang. Ha, ona tinchlikmi? Ishxonangizga chaqiribsiz. Assalomu alaykum. O'tirma bundoq qani. Xo'p. Menga qarab boram. To'yga ozgina qoldi. Ko'zingni ochgin. Xotiningni mana shundoq qilib qo'lingga qo'radigan qilgan. Ona shu Filiz rosa ham yomon deb bilasizmi? Boshqa qaynonalar ham shunday fe'l borida oilalar buzilib ketyapti. Menga qara, boshimni aylantirma. Yaxshi ko'rganingni olib beraman. Tushundingmi? Voy kenayi, to'y boshlanmasdan shuncha g'avg'oyi. Bolani halitdan qo'rqitib qo'yapsiz. Kenayi, onasi qanaqa olib yurardilar-ya? Voy siz bir kelin olmang ekan, kenayi.